Barchaga salom. Bugungi video obzorimiz 2026-yil mart oyida sotuvga chiqqan yangiliklarimiz haqida bo'ladi. Mart oyida umumiy hisobda 4 xil yangi mahsulotimiz sotuvga chiqdi va ishonch bilan ayta olamanki, 4-tinchisi aniq sizga qiziq bo'ladi. Birinchi yangiligimiz olamshumul va hech kim kutmagan yangilik bu radiatorlarimizning sotuvga chiqishi bo'ldi. Radiator mavzusi juda ham keng ko'lamli mavzu. Shuning uchun hozir bu qisqa videomiz ichida bu radiatorlarimiz haqida ma'lumot berib o'tib ketolmayman. Sababi radiatorlarimizga umumiy katta video olganmiz va bu videomizdan keyin albatta keyingi videomiz aynan mana shu radiatorlarimizning to'liq obzori haqida bo'ladi va tez kunda chiqadi. Ikkinchi yangiligimiz kafel plita va oyna uchun mana bunday prisoskalarimiz sotuvga chiqdi. Bittalik, ikkitalik, ruchnoy hamda elektriskiy prisoskalarimiz sotuvga chiqdi. Birinchi prisoskamiz mana bunday bittalik 50 kilogramgacha bo'lgan oyna plita va kafellarni ko'tarib bir joydan ikkinchi joyga olib o'tish uchun xizmat qiladi. Ishlash prinsipi juda ham oson. Kafel oynaga qo'yamiz. Mana bunday holatda tortamiz, ushlab qoladi. Va qo'yib yuborishda ham ikkinchi ruchnikini pastga tushiramiz, piss qilgan ovoz chiqadi. Ikkinchi prisoskamiz xuddi shuni ikkitaligi 120 kilogramgacha bo'lgan narsa buyumlarni ko'tarib bir joydan ikkinchi joyga olib o'tishni xizmat qiladi. Oyna bo'ladimi, kafel bo'ladimi, plita bo'ladimi farqi yo'q. Yuzasi silliq bo'lsa bo'ldi bas. Ishlash prinsipi qo'yamiz. Ikkita tomonidagi qurilmani bosib qo'yamiz, bo'ldi, ushlaydi. Har qanchasiga harakat qilsangiz ham hayotda qo'yib yubormaydi. Uchinchi prisoskamiz bu ham ruchnoy 150 kilogramgacha bo'lgan buyumlarni bir joydan ikkinchi joyga olib o'tish uchun xizmat qiladi. Ishlash prinsipi mana bu joydagi tugmani o'ynatib yuboramiz. Qachongacha o'ynatamiz desangiz, o'zi mana umuman bosilmaydigan holatga kelib qoladi. Ana o'shanda yetarli bo'lgan bo'ladi. Shu yerda qo'yib yuborish uchun orqa tomonda mana bunday qora tugma bor. Shunchaki bossangiz kifoya. Va tayyor. Uchinchisi bularning ichida eng osoni, eng qulayi, barcha kafelchi ustakalarimizning eng yaqin yordamchisi bo'lishga birinchi da'vogar bo'lib turibdi. Elektriskiy prisoskamiz. Type-C orqali zaryad oladi. Bu yerda ekrani bor, tablosi bor, necha kilogram ushlab turgani, vakuum qilib turgani ko'rsatib turadi. Shuningdek, bu ham xuddi bu ruchnoyga singari 150 kilogramgacha bo'lgan buyumlarni, narsalarni ko'tarib bir joydan ikkinchi joyga olib o'tish uchun xizmat qiladi. Ishlash prinsipi oyna, kafel yoki plitaga qo'yamiz. O'zi bir donagina tugmasi bor, mana bir donagina yagona tugmasi bor. Qo'yib turib shuni bosamiz. 3 sekund bosib turamiz, ishga tushadi. Mana o'zi hisoblab 150 tortib bo'ldi. O'zi to'xtaydi. Mahkam ushlaydi. Aytib o'tish joizki, agar mabodo yaxshi ushlalmay qolsa va qayerdandir sekin havo kirib qolsa, ya'ni bu joyda sekin kilogrammi kamayib turganini ko'rsatadi. 149, 138, 137 va 130 dan tushib ketsa, qurilma yana avtomatik ishlab ketib, o'zidan o'zi ishlab ketib, yana 150 ga chiqarib oladi. Hozir demonstratsiya qilib ko'raman. Mana hozir sekin havo kirgizib ko'raman. 150 turibdi. O'zidan o'zi ishlab ketdi. Hozir men to'liq chiqarib yubordim-da. Xo'p, endi esa qanaqangi qilib olamiz degan savolga xuddi mana shu o'chirib yoqish tugmasini ikkita tez bosib yuborsangiz kifoya. Piss qilib qo'yib yubordi. Olsangiz kifoya. Uchinchi yangiligimiz yoki yangilikcha desa ham bo'ladi, bu mana bunday Skribok modeli S30. Bu nima ishlar uchun xizmat qiladi? Asosan devorlarda qolib ketgan aboylarni
shilish uchun, kraskalarni ko'chirish uchun, skribok, ya'ni shunchaki shilish degan ma'noni beradi. Bu haqda ham ortiqcha gapirib o'tish kerak yo'q, juda ham oddiy qurilma. Uzunligi 30 sm, rukoyatkasi двухкомпонентный, ya'ni qo'lni terlatmaydigan, qo'lga botmaydigan rezina qoplangan. Bu yerda oddiygina обой pichog'ining lezviyalari turadi, ya'ni sinib ketsa yoki o'z o'tkirligini yo'qotsa, yana bu yerdan chiqarib turib, yana yangisini qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Shu. 4-mahsulotimiz esa barcha mijozlarimiz uzoq yildan beri orziqib kutgan uskuna. Bu nimaligini taxmin qilasizlarmi? Qo'y yungini oluvchi uskunamiz, ya'ni xalq tilida barana strichka ham deb ataladi. Bu uskunamiz yaqindagina keldi. Hali o'zim ham ko'rganim yo'q va bahonada sizlar bilan birga o'zim ham birinchi marta hozir ushbu uskunani ochib ko'raman. Keysidan boshlaymiz. Keysi anchagina baquvvat. Ochganimizda bizni mana shunday narsalar kutib olyapti. Birinchi navbatda albatta uskunaning dokumentiga ko'zimiz tushadi. Orqasida hattoki maxsus stikeri ham bor ekan. Modelini aytdimmi? Modeli EMS 200, EMS 200. Расшифровка qila olmadim buni. Mana bunday kashlyokchani ochamiz birinchi navbatda. Kashlyokchani ichidan chiqyapti. Moyi hisoblab turinglar. Shprits 5lik plus atverka. O'zlaring yozasizlar nimaligini. Yana bitta lubrikant, tubik, allambalo ключlar, qiziq va 12 hamda 14 lik ключlar chiqdi, shunchaki mana shu kashlyokning o'zidan. Undan keyin ketyapti bir juft qo'lqop, rezinkalik, sifatlisidan. Undan keyin bizda ketyapti qo'y qo'zilarimizni chiroyli qilib birchosiga qilish uchun mana bunday nasatkalar. Xolasangiz 09, xolasangiz lisi. Bu yerga bu bizda aha 36 voltli blok питания. Va eng oxirgi bo'lib barana strichkamizning o'zi. Uskunamiz mana shunday ko'rinishga ega. Kabeli bu yerda kabel поддержкасы, ya'ni kabel bu yoqqa burilganda ichidagi simlar uzilib ketmasligi uchun o'chirib yoqish tugmasi. Yoqimli bosishga. Mana bu qizil joyi juda ham qo'lga ushlashga qanday juda ham yoqimli bo'lgan rezina yopishtirilibdi. Ushlaganiz sari shu qo'ylarda jununi olgich kelaveradi-da. Zo'r ekan. Tayyor. Keysimizda boshqa hech narsa qolmadi. Mana ko'rdilaring qancha narsa chiqdi hozir keysdan. Bar dunyo. Bismillah. Ketdi. Bu yerda ma'lumot yozilibdi. Reduktor, ya'ni bu yerdan shu moy quyish uchun joy ekan. Har 18-20 soatda 1 milligram quyuq yog' quyish kerak ekan. Quyuq yog'imiz bizda shu kelasidan bittasi. Hozir ko'zim tushib qoldi, sira sizlarga aytib o'tib ketyapman.
Texnik xususiyatlarini sizlarga aytmadim hali. Xo'p. Kirish toki 220-240, chiqish toki esa 36 volt, quvvati 200 watt, 1 daqiqada aylanishlar soni esa 3000 оборот minut. Dvigateli, ya'ni obmotkasi mistan, korpusi esa litistal, ya'ni litistal degani quyma nima bo'ladi-ku, quyma metal. Mana shunday. Bu nima narsa ekan deb ko'p o'ylandim va uzoq chuqurlashlardan so'ng bu yerda nasatkani qo'yib va olish joyi ekan. Yetsangiz, bo'shatsangiz nasatka chiqar ekan, yana xohlagan nasatkangizni qo'yib turib, yana qotirib qo'ysangiz joylashar ekan. Xususan shu hozir mart oyi bo'lgani bilan ozgina hozir havolar sovuq va birozgina bir hafta 10 kun ichida havolar isigandan so'ng biz birorta qo'y qo'zi topib turib, albatta uni yungini ushbu uskunamiz bilan olishga harakat qilamiz va ushbu videoni tasvirga tushirib, albatta YouTube kanalimizga joylaymiz. O'sha yerdan albatta ko'rishlaring mumkin bo'ladi. Hurmatli mijozlar, video obzorimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bilaman, birozgina qisqaroq bo'ldi, chunki bizning maqsadimiz 2026-yil mart oyida qanday yangiliklar kelganini siz aziz mijozlarimizga shunchaki yetkazib, xabar berib qo'yish edi xolos bizning maqsadimiz. Bularning hammasiga alohida katta batafsil obzor olinadi. Misol, buniki radiatorlarga olib bo'lingan, tez kunda chiqadi. Buniki esa yaqinda havolar isishi bilan bunga yana bitta alohida ish joyidan, ya'ni shu ish qilib turgan joyimizdan amaliy qilib ko'rsatib video olamiz. Presoskalarimizni esa deyarli aytar hech narsa yo'q, chunki o'zi juda ham sodda bo'lgan uskunalar. Bu haqida ortiqcha gapirishning keragi yo'q va shuningdek skribokda ham oddiy uskuna. Bunga ham ortiqcha gapirishning o'zi keragi yo'q. Hurmatli mijozlar, video obzorimiz shulardan iborat edi. Videomiz sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, bizga like bosib, bizga obuna bo'lishni unutmang va videoni tez kunda ushbu yangiliklardan birini sotib olmoqchi bo'lgan tanishingizga albatta jo'natib qo'ying. Biz esa sizlarni xayrlashamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.